Siz Minecraftda qishloqlarning uylarini izlab, o'zingizniki qilib olasiz. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Bir narsa qildimmi men birovga? Xudoga soldim karatchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Uylaringiz yanada ko'p bo'lishi uchun men sizlarga yordam beraman. Qanaqa qilib deysizmi? Seedlar orqali sizga yordam beraman. Qani bo'lmasa boshladik. Birinchi seedimiz bu ona tili adabiyot. La'nat klaviatura hozir juda jahl chiqaryapti, chiqmayapti. La'nati nimagadir. O mana chiqdi. Ona tili adabiyot deb yozsangiz qishloq chiqishi mumkin. O'zim ham bilmayman. Adabiyot. Xo'p, chiqish kerak. Yana bilmadim. Igratni bosamiz. La'nati kira qol. Mana 1000 asrlardan keyin Minecraft kirdi. Qani tekshirib ko'ramiz yon atroflarni. Balki qishloq chiqib qolar va qishloqning uylarini o'g'irlab olamiz. Xo'p, bu yerlarda hech qanday qishloq degan narsani ko'rmayapman. Agarda siz ham qishloqlarning uylarini bir marta bo'lsa ham o'g'irlab olgan bo'lsangiz, kommentariyada plus qoldirib keting. Xo'p, bu Minecraft merimizda qishloq chiqmadi va yana qanchadir izlasam kerak. Buni tezlashtirib yuboraman. Ancha izladim, lekin bitta ham qishloq topolmadim. Keyingi seedga o'tamiz. Keyingi seedimiz bu 38-48 seedi. Hozir buni ham tekshirib ko'ramiz, qanaqadir qishloq chiqarmikin yoki yo'q. Buni vaqt ko'rsatadi va video davomida bilib olasizlar. Va yana o'sha 1000 yildan keyin kiradigan o'yin. Yana oradan millionlab yillar o'tdi va nihoyat kirdi. Mana birinchi bo'lib fakelni yo'q qilamiz va qishloq topamiz. Qani ko'raylikchi, bu tomonlarda ham qishloq bormikan? Hali o'zim ham bilmayman, shunchaki buni do'stlarim aytgan. Bu seedlarni hali tekshirib ham ko'rganim yo'q. Va mana bitta qishloq chiqdi, lekin bir tog'ning ustidami, qanaqadir noto'g'ri joylashgan qishloq. Boshqa yerlarda ham yo'q. Menimcha yo'q, bu yo'q, botqoqlik bo'lib ketgan. Bu yerlarda qishloq bo'lmaydi. Mana bunaqa ochiq joylarda bo'ladi. Bu seedimiz ham ishladi. Ana endi keyingi seedga o'tamiz. Keyingi seedimiz bu ADC. Do'stlarim aytishicha, bu seedda 4 ta qishloq chiqish kerak. Qani sinab ko'ramiz, 4 ta qishloq chiqarmikin? Yana shu tezroq kirlanadi. Ammo la'nati. Birinchi bo'lban endi biz yana fakellarni tashlab qishloq qidirishga chiqamiz. Bu yerda 4 ta qishloq chiqish kerak. Qani 4 ta qishloq? Yo'q-u. 4 ta qishloq chiqish kerak. Qayerda bo'lishi mumkin? Mana birinchi qishloq chiqdi. Va mana ikkinchi qishloq ham chiqdi. Yo'q, bu yerdagi qishloqlar juda ham ixcham ekan. Video olishga juda arzirli. Xo'p, mana bu ikkinchi qishloq. Bu qishloq ham juda yaxshi ekan. Uchinchi qishloq qani bo'lsa, izlab ko'ramiz. Bu yerlarda yo'q. Hozir mana uchinchi qishloqni ham topdik va bu yerda kuznetsasi ham bor. Qani ko'raylikchi, kuznetsasining ichida nimalar bor ekan? Kuznetsaning sandig'ining ichida mana bu narsalarni topishingiz mumkin. 2 ta qilich, non, olma, daraxt, obsidian, xullas hamma narsa. Va endi 4-qishloq qayerda bo'lishi mumkin? Mana 4-qishloq va bu yerda ham kuznetsa bor ekan. Juda ham yaxshi. Agar kuznetsani nimaligini bilmasanglar, albatta kompotning videosini ko'ringlar. Kompot shu uyda video oladi. Va bu yerda olma va ko'rib turganingizdek qilich, aslahalar bor ekan. Va keyingi seedga o'tamiz. Juda zo'r qishloq ekan.
keyingi sidimizda bu bo'ldi 73 sidi. Qani ko'ramiz bunda nima chiqishi mumkin. Bu sidni o'zim o'ylab topganman. Играчni boshlamiz va endi kirishini yana 100 ming yil kutishimizga to'g'ri keladi. Albatta mehnatimizga yarasha videoga like bosib, kanalimizga ham albatta obuna bo'ling. Yaqinda biz 5000 ta bo'lishimiz kerak. Xo'p, mer kiryapti asta-sekinlik bilan. Sabrlikdagi sariq oltin deyishgan. Albatta birinchi bo'lib mana kirdik, fakirlarni tashlaymiz va 73 sidli qishlog'imizda nima chiqar ekan? Bu yerda daraxtlar, o'rmon, yo-mayo! Bu yerda mansion chiqdi. What the fuck? Men buni qaranglar, prosta va oldida qishloq ham bor. Qishloq yonida joylashgan mansion, yo-mayo. Mansion nimaligini bilmasanglar, bu pillagerlar va xullas yovuzlarning makoni, qarorgohi yoki saroyi deyishimiz ham mumkin. Xullas mana shu mansionni topish juda ham qiyin va endi biz keyingi sidga o'tamiz. Va bizning oxirgi sidimiz bu Least Risk ekan. Xo'p, xullas shunday nimaligini bilmayman, kommentariyaga albatta yozib qoldiring. Mana 100 yillab oy, kun, hafta, soat, minut, sekund deganda shuncha kutamiz. Do'stlar, negadir kanalimda aktiv tushib ketgan. Albatta aktiv ko'tarishingizni xohlamayman. Videolarga like bosing. Shu sababli boshqa insonlarda ham videoning auditoriyasida chiqib kelishiga yordam berasiz. Va mana kirishimizdanoq qishloq kuznitsasi bor va kuznitsasining nima chiqishini bilmaymiz. Hozir ko'ramiz. 3 ta temir, bitta oltin, 3 ta olma, 3 ta nor va bitta egar. Xo'p, ikkinchi qishloqni topdik va bu yerda cho'llik qishloq ham bor ekan. Ikkalasi bir yerda joylashgan. Ko'rib turganingizdek, mana buning ichida nima bor ekan? Xo'p, bu yerda aslahalar, daraxt, egar, olma, qilich, xullas shu narsalarni topishingiz mumkin. Albatta shu yerda survival qilsangiz ham bo'ladi. Mana bu cho'llik qishloq juda ham zo'r. Shu bilan bizning sidimiz tugadi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosib, kanalga albatta obuna bo'lib qo'yinglar.